Assalomu alaykum hurmatli treyderlar. Ekran ko'rinyaptimi? Ovozim eshitilyaptimi? Plus bosib boringlar chatga, suhbatga. Xo'p, sekin boshlaymiz. Yana bir bor hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Azizbek Banayev. Odatdagidek biz har chorshanba soat 15:00 da moliya bozori analizi va haftalik savdo rejasi tuzish bo'yicha onlayn efirni o'tkazyapmiz. Efirda asosiy valyuta paralari, dollar indeksi, neft, gaz, tilla hamda bir nechta aksiyalarni ko'rib chiqamiz. Va haftada kutilayotgan bozor harakatlarini rejasini tuzib olamiz, чтобы hafta davomida ushbu ssenariylarga asoslanib bitimlarimizni ochib qilishimiz uchun. Eslatib o'taman, video ostida kirish va chiqish nuqtalarini kanalga yuborib turamiz. Silkasini qoldiraman, video ostida ko'rib kanalga qo'shilishinglar mumkin. Xo'p, dollar indeksiga keladigan bo'lsak, 4 soatlik time frame'da, katta time frame'da indeks o'z oxirgi demak 3 haftadan beri korreksiyasini tugatib, yana o'sish tendensiyasiga o'zgarish arafasida. Oxirgi indeks oxirgi yuqoriga harakatga e'tibor beradigan bo'lsak, shu 3 haftadan beri qaytdi-da, Fibonacci'dan foydalanadigan bo'lsak, hozirda 61% ni plus minus test qilib, yana yuqoriga harakatini boshlagan. Demak, birinchi maqsadlardan o'zini oldingi demak maksimumi 99, hozir narx 98.34 da, plus minus bizga dollarni oxirgi shu 2-3 kun davomida 0.69% gacha demak ko'tarilishi mumkin. Taxminan 85-100 punktgacha. Bu degani boshqa valyuta paralari dollarga nisbatan pasayishi mumkin degani. Misol uchun davaychi yevro dollarni ochib ko'ramiz. Yevro nabrot dollarga qarshi pasayishi mumkin, dollar o'sish hisobiga. Birinchi поддержка zonasi yevroda 1.1660-1.1670 gacha 4 soatli time frame'da tushib kelishi mumkin. Hozirda endi pin bar chiqqan, shuni hisobiga bozor flatda turishi mumkin. Так, в общем целом harakati alligator pastga qaragan, u o'syapti. Shuning uchun qanaqadir mana bunaqa движение ko'rsak kerak bu hafta davomida. Bu yerdan keyin уже ko'ramiz qanaqa tugaydi yoki yuqoriga harakat. Agar уверенно yorib chiqadigan bo'lsa, impuls bilan, demak, bu yerdan уже yana pastga harakat. Umumiy направление hozircha pastga, shuning uchun kuzatamiz hafta davomida. Aytib o'taman, kirish va chiqish nuqtalarini Telegram kanaliga tashlab boraman. Video ostida qoldiraman silkasini, ko'rib chiqishingiz mumkin. Keyingi aktiv fond dollarda narx e'tibor bergan bo'lsanglar, dushanba, seshanba shu zonaga urilib, ortiga qaytgan, qanaqadir korreksiya, скорее всего biz mana shu yuqoriga bo'lgan harakatni korreksiyasini qilib beramiz. 50-38% ga plus minus. Demak, 38% bu 1.3440, 50% biraz oldingi korreksion zonagacha 1.3390 gacha tushib kelishi mumkin. Soatlikka o'tadigan bo'lsak, в принципе, narx o'zini maksimumini yora olmadi bugun. Yana ortiga qaytyapti. Shuning uchun kuzatamiz. Shu koridorda, скорее всего, funtda
qanaqa движение ko'rsak kerak bu hafta davomida. Bu yerdan уже поддержка bor. Bundan keyin уже qaytadigan bo'lsa, shu qaytish modelini kuzatsak, уже buy qilamiz. Atak kelib уверенно pastga qaytib ketadigan bo'lsa, demak chuqurroq korreksiyani funt dollarga nisbatan ko'rishimiz mumkin. Keyingi aktiv tilla. Tillani ko'ramiz. Tilla bo'yicha kecha yaxshi сделка bo'ldi. Kanalda bergandik. Shu ABC korreksiyani ishlagandek bo'ldik. Xo'p. 1 soatlik time frame ga o'tadigan bo'lsak, shu kirish nuqtamiz shu maksimumni tushishga nisbatan как раз gapni yopgan narx 61.8 Fibonacci va shu 700 gacha sell сделкасini ishladik. Hozirda korreksiya, скорее всего, yana pastga kun davomida ko'rsak kerak. Xo'p, kirish nimaga asoslangan? Agar kirish mana shu pastga bo'lgan harakatga Fibonacci tortadigan bo'lsak, 61.8% dan narx shu plus minus 4.833 dan pastga harakat boshlandi va undan keyin уже impulsdan keyin korreksiya yana pastga qariyb 1000 punktga yaqin сделка bo'ldi. Va hozirda nima bo'lishi mumkin? Bugun kun davomida скорее всего shu bo'lgan o'sishga nisbatan korreksiyani ko'rishimiz mumkin da. Shu bu korreksiyadan so'ng yoki также 38% yoki 50% dan yana yuqoriga harakat скорее всего bo'lishi mumkin. Ikkita ssenariy, bittasi 38, keyingisi 50, no ida 61 gacha ham kelishi mumkin. Shuning uchun kuzatamiz 4710, 4720, вплоть 30 gacha da mana shu zonalar интересно sotib olishga kuzatamiz. Korreksiya turiga e'tibor beradigan bo'lsak, вроде zigzag ABC korreksiyasi bo'lib o'tganda, hozirda tilla yuqoriga harakat qilmoqchi. Mana shu nima bo'yicha trayektoriya bo'yicha harakat bo'lishi mumkin. Kirishga o'sha aytganimizdek kichikroq time frame da shu bo'lgan harakatni normal korreksiya qilib beradigan bo'lsa bo'ladi. Bir 15 minut, yarim soatlikda zona qidiramiz. 50% da 4720 da agar shu narxga beradigan bo'lsa bayga olib ko'rsa bo'ladi tilla. Ertalab 4765 lardan sell berilgan. Hozir take profit 1 gacha bordi. Keyingisini kutyapmiz. Sell plus minus уже без убыткada olib qo'ysa bo'ladi. Chunki уже buyog'i ozgina qoldi. Undan уже keyin bayga o'g'irlash uchun. Kumush. Juda ham 4 soatlarda pin bar bo'lgan impuls 61% dan yuqoriga harakatlanyapti. Umumiy направление buy, kun davomida korreksiya bo'lishi mumkin. Undan keyin yana yuqoriga yarim soatlik time frame da agar shuni o'ziga fibo tortadigan bo'lsak, plus minus yana bir yarim foiz kumush
berishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz skalpingda. Roselli butdan уже 76,60lardan keyin уже bay qilsa bo'ladi. Bizda hozircha shu. Keyingi uchrashuvlarda ko'rishguncha do'stlar, videoni YouTube'ga joylayman. Hafta davomida ko'rib ishlashingiz mumkin va bizni rasmiy Telegram kanalini ham qoldiraman. Yanada aniqroq kirish va chiqish nuqtalarini ko'rishingiz mumkin. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.